Mahalla tizimi xodimlari kuni bayram tadbiri hamda limonchilik bo'yicha seminar o'tkazildi. Bugun Chorch tumanida 22 mart mahalla tizimi xodimlari kuni munosabati bilan viloyatda mahalla tizimida fidokorona mehnat qilayotgan ilg'or xodimlar ishtirokida bayram tadbiri tashkil etildi. Tadbirda Surxondaryo viloyat hokimi Ulug'bek Qosimov ishtirok etib, soha xodimlarini kasb bayrami bilan samimiy tabrikladi hamda ularning jamiyatda tinchlik va barqarorlikni ta'minlash, aholi farovonligini yuksaltirish yo'lidagi xizmatlarini alohida e'tirof etdi. Yurtimizda juda katta shodiyonalar, qo'shaloq bayramlar nishonlanyapti. Barcha bu davra ishtirokchilarini, qatnashmayotganlarni, mahallani barcha tizimli xodimlarini Ramazon hayiti bilan, Navro'z ayyom bilan qolaversa bugungi mahalla tizimi xodimlari kuni bilan chin qalbdan tabriklayman. Odamlarda norozilik bo'ladi. Nimaga deydi, ishlamaydigan odamga yana shu mana yolg'onchiga kredit berildi. Kreditini o'zi yeb ketgan dedi, yana ustiga kredit beryapti. Mingta ish bor. Kecha Namuna mahallasiga Termizda uy qurilishidan tashqari 6,5 sotix yer bor ekan. Oktyabrdan hozirgacha 200 million so'm daromad. 4 sotix nimasi bor? Teplitsasi bor. 3,5 ming tok qulupni. Onasi aytadi, men qulupni oxir qolib ketganlarini terib varina qildim. Varina ham sotib oldim. Tadbir davomida davlatimiz rahbarining tegishli farmoniga muvofiq mukofotlangan surxondaryolik 3 nafar mahalla tizimi xodimlariga orden va medallar topshirildi. Shuningdek, mahallalarni obodonlashtirish, mahalla yettiligi faoliyatini samarali yo'lga qo'yish hamda sog'lom ijtimoiy ma'naviy muhitni shakllantirishga qo'shgan hissasi uchun bir guruh xodimlar mahalla iftixori ko'krak nishoni, viloyat hokimligining tashakkurnomalari va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Bugungi kunda ana shunday tadbirlarni gapiradigan bo'lsak, har kunimiz bayram, har kunimiz to'y. Chunki